Siz qo'lga kiritgan bu muvaffaqiyatlarning orqasida aslida sizning juda ko'p mehnatingiz, ilmingiz, sabringiz yotganligini juda ko'pchilik bilmaydi. Tashqaridan qaragan har qanday insonga bu shunchaki omadli, o'z-o'zidan bo'lib qolgan holatdek ko'rinishi mumkin. Men afsuski shunaqa. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, mehnat qilib ko'rmagan, ilm olib ko'rmagan, sabr bilan o'z maqsadi yo'lida davom etishni bilmaydigan kishilar tez voz kechadi. Va oqibatda shunaqa xulosaga kelishadiki, menda o'xshamayapti, menimcha menda bo'lmaydi. Ular esa omadli. Ularga esa tug'ma qobiliyat berilgan. Ular onasini qornidan baxtli, omadli bo'lib tug'ilgan deb o'ylashadi. Haqiqat shuki, tashqaridan juda oson, qo'lga kiritilgandek ko'rilgan bu muvaffaqiyatlarning ortida juda ko'plab mehnat, juda ko'plab sabr va ilm yotganligini ko'pchilik bilmaydi. Sizni odobli, axloqli, ilmli yetishtirayotgan farzandlaringiz aslida bu omad emas, sizning mehnatingiz edi. Siz qiyinchiliklar bilan kirolgan, ko'pchilik kirolmaydigan universitetga kirishingiz bu omad emas, bu harakat edi. Muvaffaqiyatli tugatgan universitetingiz orqasida juda katta mehnatingiz, uyqusiz tunlaringiz yotgan edi. Hozirgi kunga kelib esa turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli hayot kechirayotganingizni orqasida ham baxt, muvaffaqiyat emas, juda ko'p mehnat va sabringiz, ilmingiz yotganligini hali hanigacha juda ko'pchilik bilmaydi.